Assalomu alaykum aziz do'stlar, musofirdagi akalar. Mana darvozamiz o'z joyiga o'rnatildi. Bugungi darvozamiz Namangan viloyati Chust shahriga o'rnatildi. Bu darvozamizda materiallarni, razmerlarni aytib o'tsak, bu videoni ko'rib turganlar iltimos like bosib qo'yasizlar, obuna qo'yasizlar. Bugungi darvozamizda razmeri eniga 356 bo'ldi, bo'yiga 4 metr razmeriga kelib tushdi. Xudo xolasa Stinkalarimiz 8 bo'ldi, profillarimiz 6/4, 1.5 stinkali bo'ldi. Dislarimiz 1 uchlik. Mashina kirish qismiga shviller qo'yib berildi. Xolasa oddiygina skromligina bo'ldi. Ranglarimiz mokra rang bo'ldi. Matveyda bo'lib chiqdi. Xolasa. Zamonlarimiz zo'r zamon. Tomonlarni o'tib ko'rsatamiz. Qani tomonlar lotni bo'lib chiqdi. Yana shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmat qilamiz. Assalomu alaykum.